Yo, hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yana Dais va bugungi videoda men Minecraft lekin Grok sivilizatsiyasining 3-qismini olaman va qani unda video boshlanishidan oldin like va obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Men esa videoni boshladim. Xullas bolalar, qaranglar, o'tgan videoda ana u joydan qochib keldik. Mana endi hozir mana ko'rsataman sizlarga. Qaysi birida yaxshiroq ko'rinadi? Mana. Xullas, qashqardan qochib keldik va endi bu qismda bolalar biz u joyni bosib olishga harakat qilamiz va shuning uchun biz birinchi bo'lib armiya to'playmiz. Qishloqlar armiyasini to'plash uchun 2 yilga sayohatga ketdik. Xullas bolalar, qaranglar, men qanday jitillarni topdim. Mana shu faqatgina mana shu to'rala jitir men jamoamga qo'shildi. Qolganlardan so'rasam, "Puh" dera bo'ldi deb hazillashaman. Qaranglar, qancha jitirlar to'pladim. Hammasi endi menga bo'ysunadi. Voy, chiqolmayapti. Pullar mana. Xullas endi esa ertagayoq hujum qilamiz va bolalar aytgancha hujum qilishdan oldin birinchi bo'lib nima qilamiz? Birinchi bo'lib biz bularni o'ldirib yuboramiz. Men deganda bular bizga faqatgina xalaqit bersa boshqa narsaga yaramaydi. Yana bittasi mana. Bolalar endi biz nima qilsak yetadi. Birinchi bo'lib nima desam bo'ladi? Har doim biz mardlar ishini qilamiz va shuning uchun biz birinchi bo'lib bironta tovuqdan xat yuboramiz Groksga. Keyin Groks ham uni o'qib, u ham qo'shinini shaylaydi. Shunday qilib qilsak bemalol bo'ladi. Endi esa biz tovuq topishimiz kerak. Xullas bolalar, mana biz yozdik Groksga deb. Mana tovuqjon, endi buni sen Groksga yetkazib berishing shart. Unda men bu yoqqa askarlar tayinlayman. Tovuq esa Groksga yetkazib bersin. Xo'sh. Endi esa mana Groksning uchamiz. Hop. Ana ketdi. Assalomu alaykum brat. Groks oldiga kirsam bo'ladimi? Rahmat eshik ochganingiz uchun. Assalomu alaykum. Groks oldiga kirsam bo'ladimi? Yo'q. Nimaga? Groks uxlayapti. Shu paytda ham uxlaymi? Ha. Unda men mana buni Groksga berib qo'ysangiz, o'zi nimaga ham men Daisning aytganiga kiribman. Nimaga ham u Dais masalan donni olganida oldiga boribman. Ish qilib o'lmasam bo'ldi. Tezroq chiqib ketamiz. Uchamiz. Yo'q emas, endi mana bu yoqqa qaytamiz. Men deganda yana Dais top bo'lsa yana bittan narsalar qilib, yana meni bittan narsalarga olib ketadi. Shuning uchun hozir o'zi surib yuboramiz. Xullas bolalar, mana ertasi kuni ham keldi. Uni tovuq hali ham kelmadi bolalar. Nimagaligini bilmadim. Xullas nima bo'lsa ham u yetkazgandir. Biz urushni boshlaymiz. Xo'sh, hamma narsa tayyor. Hozir bitta narsani olsam. Hozir kelaman, jitirlarim to'xtab turinglar. Hamma narsa tayyor ekan. Bo'pti, biz ketdik jangga.
Ketdik. Yo'q, bo'lyapti. Qaranglar yaxshilab. Yo'q. Ha, mana mashina o'tirish. Mana Grox o'zi voy, men emas. Buni qo'shini qayerda ekan? Xullas bolalar to'satdan neqa mana kelib qoldi. Uramiz va tekstib turamiz. Pulemyotni olib o'zimiz ham yana hujum qilamiz. Yo'q. Yo'q. Jitalam meni, jitalam o'ldi. Ba'zilari. Yo'q, qochdik. Qochdik. Bolalar juda qizg'in ketyapti bu jang. Yigitlarim ham qatnashyapti. Ko'plari o'lyapti. Voy. Qochdik. Qochib yonboshdan hujum qilamiz. Meni urishyapti-yu bular. Ke. Birga bir. Davaymi? Ular birga birni tushunishmikan? Boydan beri bu o'qlamayapti. U ana. Otamiz. Bu ham nimagadir otilmayapti. Yomon qiyin bo'ldi. Tasini o'tirib oldik. O kamondan otishyapti bular faqat. Men jitilarim. Ha, ot o'ldir. Ur sol. O bittasi mana buni o'ldiryapti ekan. To'xta, men o'qlab olay buni. O bittasi o'ldi. Mana. Jang o'ta qizg'in ketyapti. Aralashsamki hamal. Qisibgina o'tiraver. Voy. PA. Meni liqammi? Men jitilimmi? PA inventory was blue slain. O'ltirish. Hozircha mencha qochib turaydi. Voy, o'zini jitillarim ham urib yuboryapman bilmasdan. Groxda o'zini o'ldirdi-ku. Mana vardi endi. Jonga tegadi. Xullas bolalar, mana o'ldirdik. Mana hozir bu joy suyak. Yo'q. Mana senlarga ham joy ochib beraman. Bunda bularkan mana. Sol tanasi ashundan vardan chiqmaydi abi, shuning uchun
qo'yamiz. Endi esa mana bu narsalar menga bolalar, ayniqsa bu komandni blok sindirsa bo'lmaydi. Mana iyo bular. Mana bu esa shunchaki Grox'dan eslarlik bo'lib qoladi. Va bolalar, endi esa men boyib ketdim. Nimaligini ham o'zinglar bilsanglar kerak. Qariyalar, cheksiz izimrod va olmos. Va biz boyib ketdik. Xullas bolalar, shuna qilib video ham tugadi. Shunday bitta like bilan obunachani bosib qo'ysanglar, zo'r ish bo'lasiz. Bo'pti, hammaga xayr. Keyingi videogacha ko'rishguncha. Va shu bilan Grox sivilizatsiyasidagi video o'z davomini tugadi. Xullas